بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli ahli islom, mo'min musulmon birodarlar, yaratgan Allohim shunday juma ulug' bir fazilatli kunda g'arib miskinlar, yo'lga qodir bo'la olmaganlar uchun juma savobi beriladigan kun. Ya Rabbi, shu ibodatlarga loyiq ko'ribsan. O'zing ibodatlarimizni dargohingda qabul ayla. Duolarimizni mustajob qilgin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, ad-duo mukhul iboda. Duo ibodatni eng shirin joyi, mag'zi, iligi. Hamma ibodat biru, duo degani tazarru. Insonni o'zini qilgan ibodatiga bo'lgan muhabbati, ishonchi. Duosi yo'qni ixlosi yo'q. Hamma narsa mana shu duodagi ishonch qalbda bo'lsa, Allohga tazarru bo'ladi. Shu bugungi ma'ruzamiz duo. Nu'man ibn Bashir raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Shu payg'ambarimizdan sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, ad-duo huval ibadatu. Thumma qara'a va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallohul azim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, duo ibodat. Duo ibodat azizlar. O'ylamang, ibodatim tugadi, duo bir so'rash yo'q. Ana shu qo'l ochib qilayotgan tilak, istak, istig'for, talab hammasi eng ibodatli shirin va mag'zi joyi shu yerda. Ba'zida ozroq duolarimiz cho'zilib ketsa, qo'l tolib ketdi. Bu natija, bu samara, oqibati bu ibodatni ham o'zi ulug'i. Arab musulmon diyorlarida yarim soatdan ko'p ham duo qilishadi. Chunki azizlar, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytib qo'yibdiki, ud'uni astajib lakum. Menga duo qiling, mendan so'rang, menga tavba qiling, hammasi menga duo qiling, men mustajob etaman, deyapti Alloh. Quruq qo'ymayman, hali keladi. Bularni natijalarini gapiramiz. Keyin shunday odamlar borki, duo qilishga takabburlik qilishadi, ibodat qilishga takabburlik qiladi. Sajda qilgisi kelmaydi, ruku qilgisi kelmaydi. Tahorat qilayotganlarni masxara qiladiganlar borku, hayotimizda uchraydi. Duoni ham bepisan, qo'lini mamda qilib, u qo'l bo'lib qolgan, u duo emas endi, mamda qilib tezroq tugata qol deganday. Unday ibodati yo'q. Ibodatga, duoga takabburlik qilganlarni do'zaxdan joyini qilib qo'yaman deydi Alloh. Ishonmayotibdi-da u. Duoga ishonmayotibdi. Ko'zidan qon yosh oqadi. Duoga ishonmaganligi, duo qilmaganligi, tavba qilmaganligi, ibodat qilmaganligiga oxiratda yosh o'rniga qon oqadi. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man sarrahu an yastajiballohu lahu inda shadaidi falyuksir minad du'ai fir raha'i."
kimki duoyim tez mustajob bo'lsin degan odam hali boshiga hech narsa kelmaganda, juda yaxshi yashayotgan paytida duo qilib tursin ko'proq. Omad borida, baxt borida, tan sog' paytida duo qilib tursa, boshiga qiyinchilik kelganda 1 soatda duosi mustajob bo'ladi. Bizda endi aksi. Yaxshi paytda, ishimiz yurishgan paytda duo u yoqda tursin, bismillah ham esdan chiqib ketib qolinadi. Namoz uni qo'yavering, masjiddan juma kunimi xayolga kelmaydi. Hayit kuni endi bir uyalganimizdan el yurtdan qolib qolmaylik deb chiqaladi. Lek kulpat, dard, musibat kelib qolganda 5 vaqt oz ekandek, 10 vaqt qilmagan ekandek namozida boradi. Duodan qo'li tolmaydi, yalinadi, siqtiydi. U ovoz notanishdi. Farishtalarga ham notanish. Hech duo qilmagan ovozda. Hech so'ramagan, panoh tilamagan. Ana endi tang holatga kelib qolganda dod-dod. Endi bo'ladi. Alloh mustajob qiladi, lekin tez emas. O'zi xuddi muhlat o'tkazib uzoqda boshlagandek buni ham duosini mustajobi bo'ladi albatta, lekin darrov emas. Kimniki duosi tez mustajob bo'lsa, bo'ladi desa, o'sha hammasini ish yurishib turganda, baxt, saodat, hayot tinch, tan sog' paytida duo bo'lib turaversa, mana bu duoni o'qing dedim bittasiga. Bu ikki dunyoda azizlik qilar ekan, birovga xorzor bo'lmaskansa, "Ya Xudoga shukr, hech kimga xorzor emasman" dedi. Hamma narsam yetarli, birovga yalinadigan joyim yo'q dedi. Duo o'qisam ham, o'qimasam ham Xudo beryapti dedi. 1 yildan keyin o'sha qanaqa duoyni yozib bering deb keldi. Nima bo'ldi? Tinchlikmisiz? Mana shunaqa. Odamzod orqaga qaytadigan zinani sindirib yuborish kerak emas, tushishni ham o'ylash kerak zinaga chiqayotganda. Zinani sindirib yuborsa, og'anab tushishga to'g'ri keladi, tushish kerak bo'lganda. Yana Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki: "Laysa shay'un akrama alallohi minad-du'a'i fir-raha'i." Alloh oldida eng Alloh e'tiborini beradigan ibodat tani sog' qilgin deb so'rab turadi. Hayoti tinch qilgin deb so'rab turibdi. Hech kimga zor emas, mol-mulk bor, o'zing xor qilib qo'ymagin, birovga muhtoj qilmagin deb so'rab turibdi. Ana shu tinchlikda, tan sog'lig'ida, baxt saodat borligida duo qilib turgan insonning ibodatidek ulug' ibodat yo'qkan Alloh nazdida. Azizlar, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul." Eshitdim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shunday deganlarini: "Ya ibn Adama innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali." Alloh taolo aytarkan, payg'ambarimiz aytibdilar, hadisi qudusiy: "Ey odamzod o'g'li, mendan so'rab, menga duo qilib, mendan umid qilavergin, mendan kechirim so'ravergin. Men kechiraman, duolaringni qabul qilmayman. Men seni qilgan duoyingni o'zimga og'ir olmayman. Qaytan yaxshi ko'raman" deyapti Alloh. Hali ba'zilar hazilli, o'rinsiz joylarda, o'rinsiz holatlarda hazil qilishadi. Bo'ldi, duoyam Xudoni zeriktirib yubording deydigan gaplarni gapirib olishadi. Bu eng qabih gaplar. Hazil joyi bor,
hazil qilishda ma'no bo'lish kerak. Iymondan ajraydigan hazillarni qo'ying. Men shu bir narsa kelganda aytib qo'yib, ba'zi bir xil musibat xonalarda qahqahalarni eshitib qolamiz, kulgilarni eshitamiz. Janozaga, ta'ziyaga kelganlar tirjayib, bir-biri bilan hazillashayotgani, mozorda hazillashayotganlarni ko'ramiz. Ahmoqlik bu, juda ham yaramaslik bu. Kasal yotgan odamni oldida kulib bo'lmaydi. Ta'ziyada kulib bo'lmaydi. Qur'on o'qilayotganda kulib bo'lmaydi. Amri ma'ruf eshitayotganda. Bu nima degan gap? Musibat xonalarda yana bel boylab turganlarni kulmasdan tur. Kulmasdan tur. Qarindoshimi, kimmi bel boylab turibsan, axir o'libdi. Hammani o'lim boshda. Hatto payg'ambarimiz aytganlar, g'ayri dinni tovuti o'tib qolsa ham, xristianmi, jugutmi, ha, o'lim hammaga barobar deb bir g'amgin bo'lib qo'ying deganlar. Ha, bitta kofir o'libdi, ha, yaxshi bo'pti. Bu odamgarchilikdan emas. Kofir, musulmon hammaga o'lim haq. O'limni ko'rganda, eshitganda inson bir g'amgin bo'lib qo'yish kerak. Bu dunyodan hammani ketishi borligini. Ubodat ibn Somit raziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki: "Ma alal arzi muslimun yad'ulloha bidawatin illa ataahu Allohu taala iyyaha aw sarafa anhu min as-su'i mislaha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin. Iza nukthiru qala Allahu aksar." Bir odam duo qilsa, biron bir musulmon yer yuzida, albatta Alloh taolo o'sha duosini dargohida qabul qiladi. O'sha so'rovini bermasa ham shunga o'xshagan bir yomonlikdan Alloh qaytaradi. Yo o'sha duosini qilgan katta gunohiga evaz qilib o'sha duosini sababidan katta gunohini Alloh kechiradi, faqatgina qotiur rahm bo'lmagan bo'lsa. Qarindosh urug'idan, aka ukadan arazlab gaplashmay, bir tug'ishgan jigardan dushmanlashib yurgan bo'lmasa. Abu Hurayra raziyallohu anhu dan yana rivoyat qilinadi muborak hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, kimki yuzini qiblaga qilib tajarrud, tavajjuh bilan duo qilsa, Allohdan so'rasa, albatta so'rovini Alloh beradi. Xo tez beradi, xo olib qo'yadi. Ya'ni yo shu dunyoda beradi qilgan duosini, yo oxiratga zaxira qilib olib qo'yadi. Quruq bo'lmaydi duo, qolib ketmaydi. Oxiratda o'sha qilgan duolarini mukofotini Alloh beradi va ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, bir odam Allohdan so'rovini duo qilib so'rayapti. Baxtmi, sog'likmi, xotirjamlikmi? Allohdan so'rayapti. Agar unda bir katta odam o'ldirgan, bekordan bekor odam o'ldirgan va qarindosh urug'idan aloqani uzmagan katta gunohlari bo'lmasa, Alloh taolo albatta o'sha qilgan hamma so'rovini 3dan 1 berar ekan.
xohlasa tez beradi, xohlasa keyinroq bo'ladi. Bir 17 yashar bola masalan deyman Allohdan baxt, mol, mulk, toj, taxt so'rayapti. O'sha 17 yoshda bermaydi Alloh, lekin olib qo'yadi. 27sida beradimi? 37sida beradimi? Alloh o'shani beradi. O'zi bilguvchi, soatiga qarab, vaqtiga qarab, bandasini holatiga qarab, o'zgarishiga qarab beradi, yetkazadi. Yosh bolaga darrov o'sha so'ragani mustajob bo'ladi-yu, o'sha payt bersa bolada shoshilib qoladi. Hali bir narsani yaxshi tushunmaydi. Shuning uchun Allohim yoshlarni o'tkazib, sal nafslarni tiydirtirib beradi. Maqsadga yetkazadi. Yoki Alloh taolo o'sha duosini oxiratga qoldiradi. Chunki oxiratda og'ir kun o'sha duolarimiz bizga juda katta yorliq berar ekan. Mana bu hadis shunga hozir isbot bo'ladi. Jabir ibn Abdulloh raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Endi bu uzunroq hadis, buni shunday ma'nosini aytib ketaveraman. Qiyomat kuni Alloh taolo bir bandasini dan so'rar ekan. Ey bandam, menga duo qiluvding. Baloyu ofatlardan saqlashni so'ragan eding. Baloyu ofatlardan saqladim. Duoyini mustajob etdim. Yana ba'zi ishlarda ba'zan yana duo qilding, ofat balolardan saqlagin deb. Unda saqlamadim. Mana o'sha saqlamaganimni oxiratda endi senga buni bir kutilmagan hadya qilib beryapman. Endi mana bu otash do'zaxdan seni saqlayman. Ey bandam, mendan g'am g'ussa ketishini so'ruvding. Men mustajob qilib dilingdagi g'amlarni xursandlikka almashtirdim. Yoki ba'zida so'rading, dilingni ochtirmadim. Duoyingni mustajob emas, oxiratga olib qo'yuvdim. Mana qara, endi jannatni ko'rib xursand bo'lasan. Ey banda, mendan duo, mol, dunyo so'ruvding. Beruvdim. Yana bir umring davomi yana so'rading, unda bermadim. Sal dunyoda qiynalding. Endi qara jannatdagi mol dunyoyingni, xazinangni qara. O'sha duoying mustajob bo'lganida jannatda olib qoluvdim. Ey bandam, xor bo'lmaslikni mendan so'ragan eding. Ba'zida saqladim xorlikdan. Ba'zida ustingdan kulishdi, ba'zida seni xorlashmoqchi ham bo'lishdi. Xor qilmaganingni, bu dunyoda xor qilmadiganingda uncha nima qilmadim-da, mana endi qara, seni xor bo'lganlarni, xor bo'lganini-yu, seni aziz bo'lganligingni. Mo'minlar o'sha duolarimiz birontasi ham o'sha dunyoda mustajob bo'lmasdan hammasi mana shu oxiratga olib qolinganida afzal bo'lar ekan degan nadomatga ham kelib qolishar ekan. Aziz do'stlar, o'ylamang. Namozda, ibodatda bo'laman, Allohdan so'rayman. Nimaga ba'zida qiynalaman? Nima qiyinchiliklar ko'raman? Nimaga musibat, g'am, tashvish boshimga ketma-ket keladi? Sizni Alloh yaxshi ko'rib, juda katta sinovlar o'tkazyapti. Baxtli ham o'tib ketyapti, qiynalgan ham o'tyapti.
Bu dunyo abadiy emas, o'tib ketamiz. Qachon uni Alloh biladi. Oxiratimiz xayrli bo'lsin. Qiyomatda hech kim bilan ishi bo'lmay, hammani o'zini dardi o'zini o'ylab turgan paytda, ota bola otani tanimay qolgan paytda ibodatlarimiz, duolarimiz, do'stimiz, bolamiz, hamrohimiz bo'lib, shu dunyodagi totgan hamma g'am tashvishlarimiz oxiratda xursand qilsin, ko'nglimizni ko'tarsin, shod qilsin. Bir jannatni o'zini ko'rganda butun chekkan mashaqqat, g'am, kulfat, ofatlar dildan chiqib ketib qoladi ko'rganning o'zida. Ana endi mana shu mustajob bo'lmay qolgan duoyingni o'rniga mustajob bo'lgandi, sen buni bilmaysan. Ana shuni o'rniga bo'lgan bu mukofotlar deb hammamizga Alloh berib xursand qilishini nasib etsin inshaalloh robbil alamin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki: "La ta'jizu fi du'ai fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahadun." Duoda ojizlik qilmang. Allohu akbar deyormang. Duoni yurakdan, dildan qisgan insonni Alloh hech qachon halokatga yo'liqtirmaydi. Duoga muhabbat qo'ying. Azizlar, bu duoda juda sharofat, karomatlar ko'p. Hozir sizni biz juda baxtli odamlarmiz. Har xil kuchli isbotlangan duolar, kitoblar sotilyapti. Bekorchi vag'larni qo'ying, bekorchi gaplar, u nima bo'pti, nima, duoga muhabbat qo'ying. Alloh bilan so'zlashgan bo'ladi duo. Hamma narsani Alloh o'z o'rniga qo'yaveradi. Hamma narsani Alloh o'z o'rniga, duoga ojizlik qilmanglar deyaptilar payg'ambarimiz. Zerikmang duodan. Malol olmang duoni. Hurmat qiling duoni. Endi mana kommunist paytda odamlarga ta'sir qilib, duoyi nima qilman, pul ber. Quruq duo kimga kerak deydiganlar ko'payib ketgan. Otasi ham yordam so'rab duo qilib qo'yaman desa ham otan duosiga ixlos qilmagan, onan duosiga ixlos qilmaganlar bo'lgan. Lekin azizlar, duoga shak yo'q, duoda gap ko'p. Salmon raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi muborak aziz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Innalloha hayyun karimun yastahi iza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn." Alloh taolo hamisha tirik, hamisha hayot. Allohda dunyodan o'tish yo kasal bo'lish yo uxlab qolish yo'q. Alloh doim tirik. Alloh doim saxovat pesha. Alloh doim karim. Qo'lini ko'tarib duo qilgan bandasini qo'lini quruq qaytarishligidan uyaladi debdilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Shu iltijo bo'ladi-ku, beriyo iltijolar. Hech kim yo'q edi. Yo jamoat bilan bo'lib. Beriyo qo'lni ochib Allohdan so'raganda, Alloh quruq qaytarishga shu qo'llarni uyalar ekan. Baribir beradi. Lekin shayton duochilarimiz bor.
Men Xudodan so'rayman, sen eshitib turgin deb qiladi duoni. O'zini duosiga ishonmaydiganlar bor, uni Alloh bilib turadi. Birovga zulm qilib, birovni haqqini yeb, harom qilib duo qiladi. Uni ham Alloh bilib turadi unaqalarni ham. Ayniqsa zolimlarni, ayniqsa qarindosh urug'idan aloqani uzganni, ota-onasiga oq bo'lganni, "Sen ham bandamsan" deb Alloh unga nazarini tashlamaydi. Lekin shunday ishlar yo'q insonda albatta. Bir yomon narsa bor, duoni mustajob bo'lishiga xalaqit beradigan narsa. Hasad. Ko'rolmaslik. Ana shu ko'rolmaslikdan dilni toza bo'ling, duolarni mustajob bo'lishini ko'ring. Savbon raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "La yaruddul qadara illa duo, va la yazidu fil umr illa al-bir, va innar rajula la yuhramu ar-rizqa biz-zambi yuznibuhu." Isnodi sahih hadis. Shunga bir e'tibor berib turing. Allohning taqdirini hech kim o'zgartira olmaydi deyiladi ba'zi e'tiqodlarda. Shu taqdirdagi narsa albatta bo'ladi deydi. Taqdirda bir balo yozib qo'yilgan. O'sha balo palon oyini, palon kuni bo'ladigan edi bir odamga. Bu odam duo qilyapti Allohdan. Yomon o'limdan saqlagin. Umrimni uzoq qilgin. Ibodatlarimni uzoqroq qiling. Bolalarimga bosh bo'ling deb so'rab turibdi bomdodda, peshinda yoki shunday qilyaptiki bir yetimga yordam berdi, yo ota-onasi duo qilyapti, ota-onasini rozi qilyapti. Payg'ambarimiz aytibdilar: qazo-yu qadarni hech narsa rad qila olmaydi. U yozilingan. Illa magaram duo, mustajob bo'lgan duo yo'q qiladi o'sha bo'ladigan baloni. Qarang. O'sha ish bo'lmaydi. Qor ko'chib qoldi. Bittasi uncha bosilmagan, ichidagilar o'tib qoldi. Bittasi hatto og'anagan tovonda, bir og'anab ketgan 4 ta odam mashinaning ichida. Ustida qor necha kun turib, hech nima bo'lishmagan. Hech nima bo'lmagan. Qo'li chiqmagan, sinmagan. Alloh saqlayman desa, duoning kuchi bilan shular qaytadir duo olgan. Niyatlari to'g'ri. Yo o'zlari duo qilib Allohdan panoh tilab yurgan. Alloh saqlasin. Kuchli. Bir odam tog'dan tushib hech nima bo'lmaydi, bir odam toshga qoqilib tushib dunyodan o'tib ketib qoladi. ولا يزيد في العمر إلا البر. Umrni hech narsa ziyoda qila olmaydi. Mana shu 60 yosh, 61 yosh yo'q unga. 60 yoki 55 degan, yoki 80 degan, yoki 100 degan, yoki 30 degan. Hech kim umrni qo'shib bera olmaydi. Illa duolar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Yaxshilik, halollik, poklik umrni uzaytiradi.
Shunday odamlar bor, onasi tuqqan onasi ham iloyo joningni olsin Alloh deb yuboradi. Balo g'irtlar bo'lib ketadi. Bittasini emas, bittasini duosi mustajob bo'ladi. Uni uradi, uni dilini ranjitadi, uni xafa qiladi, uni haqqini oladi, zulm. Bir kuni endi bir xil odamlarda ham ana o'sha saxovat, peshalik, saxiy odamlarga aytaman, kasal bo'lib qolsa, umringiz uzoq bo'ladi. Bu dard Xudoning bir ne'mati bo'lyapti sizga. Siz saxiy odamsiz. Ko'p yetimlar haqqingizga yig'lab duo qilgan, ko'p bechoralarga yordam bergansiz. Bu narsalar umrni uzoq qiladi aslar. Kasal bo'lishi bor, betob bo'lish bor. Soppa-so yurib ketadigani ketib boraveradi bir kunda hal bo'lib. Yana davom etib aytibdilarki, gunoh erkakni ajalidan 5 kun burun o'ldiradi. Deganilari, ya'ni gunoh odamni baribir o'sha Xudo taqdir qilib qo'ygan umriga yetkazdirib bora olmaydi. Ko'kchaga 75-yillari, mana 30 yil bo'libdi shunga, Po'lat Qor akaga muavin yordamchi imom bo'lib borganman. O'sha ko'kchaga kuniga 7 ta, 8 ta, ba'zi kunlari peshin asr bomdodlarni qo'shganda 12 ta, 13 ta janoza kelar. Ko'pi 36 yoshdan 46 yoshgacha, yosh. Buvalari bel boylab turar. Buvasi, adasi bor. Buvasi ham bor. Endi shu qiziqib men yozib yurardim. Yo yuragi to'satdi. Yo oshqozoni to'sat, yo buyragi. Sekin so'rardim, nima bunday jigari bu yosh edi, ketaverasiz-ku tovut kelibdi. Yozishim kerak edi sababi. Ko'p ichardi. Ko'p ichardi. Jigar kasalda o'lgan ham ko'p ichardi. Buyrak kasalda o'lgan ham ko'p ichardi. To'satdan yurak infarkt bo'lib o'lgan ham ko'p ichardi. Oshqozondan ketgan ham ko'p ichardi. Buva og'ziga olmagan. Ada endi uncha-muncha. Bu 36-46 yosh orasida ketganlar, rahmatli yigitlar butilkani og'anataman dedi-da. Butilka og'anatadi. Qandoq yigitlarni ajalidan 5 kun. Gunoh. Ikkinchisi zino umrni kalta qiladi. Zino kor kalta yashaydi. Fohishaboz umri kalta bo'ladi va 80% ko'chada yomon o'lim topadi zinokorlar. 80% yo'lda halokatga uchraydi zinoda. Nasda harom tani bo'lmaganda ham ruh buzuq. Allohning panohidan chiqib ketdi u. O'sha rulda qoldi gap. U masu. Qancha odam maslikda xotinini 3 talaq qo'yib yana yashab yuradi. Maslikda mas xotinini tanimaganni mas deydi aslida. Xotinini tanib turib 3 talaq qo'ygandan keyin 3 talaq tushaveradi. Bular hammasi ichkilikdi. Giyohvandi chiqdi endi. Uni hidi yo'q, ammo to'nka hech kimni tanimay turaveradi. Bu narsalar umrni zavoli. Ukalarim, o'g'limiz tengilar. Shuni bilib oling. Bu hammasi shaytonning qarmog'i. Zino, aroq, giyohvandlik. Ota bolaga qay paytda eng kerak bo'ladi? Qaysi paytda?
17, 18, 19da juda otaga muhtoj bo'ladi odam. Qiz bola bo'lsa uzatilishi kerak. Otasi bormi? Otasi, otasi bo'lmasa. O'g'il bola. Otasi bormi? Otasiga qizim bermayman. O'g'ilni uylantirish va uzatish, yo o'qishga kirgazish. Nomard bolalaringni o'ylab ichma desangiz ichaverdi. Ichaverdi. Bolalarni chinqiratib, bolalarga ada kerak paytda go'rga kirib ketyapti. O'ldi, uni joni ketdi, mayli-yu, bular endi qandoq qiynaladi. Bechora katta o'g'il 16-17 yoshda o'qishni ham tashab, singillarimni, ukalarimni boqiyman deb maqsadiga yetolmay mehnat qilib abgori chiqadi. Yaxshi bola bo'lsa. O'zi ko'chaga ketdi u ham. Qo'lingga arag'ingni olganingda nomard. Shu narsa bir kuni kasal qilib, giribtor qilib, bolalaringga kerak paytida ajalingdan 5 kun dunyodan olib ketishini esingdan chiqazma. O'shani salomatlik deb qo'lingga tutqazgan shaytonni hazar qil. Betiga tupur, so'rlaganni. Kim maqsadiga yetdi? Kim obro' topdi? Sog'lig'idan ajaldi. Buvasi turibdi tovutni tepasida. Nabira tamom. Nimaga buvasining yoshiga bormadi? Mashinani olish yozib qo'yibdi kitobida. Bunga 95 quy yo 93 quy yo 96 quy deb. Yo benzin quy deb. Kirasin quymaydi-ku. Salarka quymaydi unga. Benzinlikka. 93 ketadiganga iloji borsa 93, 76 ni quymaydi. Motor ishdan chiqadi axir, mashina pulga kelgan. Buziladi, ayiydi uni. Sanikichi, ichingdagi motoringchi. Senga ham Alloh seni yaratib qo'ygan. Uni ichma, bir kuni ishdan chiqazadi. Men senga bergan ne'matlarimni, buyrak jigarlarni, yuraklarni ishlashini yo'q qiladi. Bu kayfingda mana shu inson mast bo'lganda haligi bo'ldi, to'yding, yema. Bu senga zarar qiladigan deydigan asbob ishdan chiqadi miyada. Nimani qo'ysangiz yeydi. Tabiat ham o'ladi-da, itni go'shtimi u, to'ng'iznikimi u, qo'yniga u farqi bo'lmaydi endi unga. Keyin hammasini qusadi. Ko'z oldingizga keltiring shunaqa holatlarda insonlarda ko'rgan bo'lsangiz. Shundoq zo'r yigitlar ko'rmay bir ko'rib qolganingizda yaxshimisan, salomatsan. 300 so'm kerak bo'lib qoldi yo 500 so'm. Hatto meni o'zimdan qoraga 500 so'm kerak bo'lib turdi. Aptidan bilib turibdi. Aroq olib ichishi. Qanday yigit edi, qanday zo'r edi. Ana oxir oqibat Xudo qilmadigan ishni qilib shunga giribtor bo'lib qoldi. Bu insonning o'zini aybi gunohi. Birovga uni gunohi yuqib qolmaydi, o'ziga qiyin. Bolalariga qiyin. Shunaqa bir ko'chada qolgan, endi ichmasa yasholmaydigan bir odam kechasi shu kasali tutib qopti, ichkiligi kelib, ichmasa tura olmasganda, o'larkan shu kasalga do'kon ochiq do'kon topolmay, aroq topolmay kechasi o'lib qopti. Bu Toshkentda yaqinda bo'lgan narsa. Qatib o'lib qopti. Bola chaqasi ham yo'q ekan, 80 ga kirgan, 70 ga kirgan onasi bor ekan qari. Ko'mishga ishtama yo'q. Odam yo'q tovut ko'tarishga. Bir yigit o'zini qo'lida ishlaydiganlarni yasantirib uyida mardikor, 6 ta mardikor ishlayotgan ekan. Tovut ko'tartiribdi endi. Avtobus beribdi, mashina beribdi, domlalarga, go'rkovlarga hammasiga o'zi qilibdi. Men buni aytib berayotganim, mulla ko'payib ketganda hozir. Buni eshitib qolib bir masjidda domlasi chaqirib, "Sen topganing harom ekan, haromga ishlatibsan.
Sen ichkilik ichib yotgan o'lganga harom qilib mehnat qilsan, sen ham do'zaxi bo'lsan. Ana bunday odamlar bor. Itga rahm qilsang, Xudo senga beradi-ku savobini. Itga odamzod-ku, bo'ldi, u gunohi o'zi bilan o'ziga odamzod bo'lganingdan shu ish qilsan, baraka top deyish o'rniga harom qilsan. Odamzod bir-biriga yaxshilik qilmasa, shunaqada odam kerak emas, nima uni odam bo'lib yurgani? U ham o'zini ajrini topadi, u ham o'zini. Bir odam giriftor bo'ldi, uni Xudo urdi, endi shundoq bo'ldi. Siz ham tepasizmi borib? Agar o'sha ko'chada o'lib yotganini hech kim ko'rmaganda, o'sha mahallani hammasi gunohkor bo'lardi Alloh oldi. Allohning bandasi uni gunohini hisobini Alloh o'zi qilib oladi. Nima kerak bunaqa korchalonlarni yana chaqirib olib endi Alloh o'zi banda mana qiladi, o'ziga qiladi. Shunaqadan Alloh hammamizni saqlasin, Parvardigori olam. Musulmon bo'lib dunyoga kelib, musulmon bo'lib yashab, harom xarij yurishliklardan Alloh o'zi bizani hammamizni saqlasin, to'g'ri yo'lda yurishni Alloh o'zi hidoyatiga olsin. Birodarlar, mana bu bilasizmi, uncha-muncha kitob menga uncha yoqavermaydi. Nihoyatda yaxshi chiqibdi hilol taqvimi. Ichida yozilgan ibratli hikoyalar, arzimagan pul. Ana shu hilol taqvimini olib, ichidagi rivoyatlarni o'qib, shularnimda yig'ib borsangiz, bolalaringizga bir yig'ilib bir yaxshi kitob ham bo'lib qoladi. Puli bolalar olsa haqimizga duo qilishadi. Yaxshi chiqyapti ekan. Xo'p, juda hammamizga kerakli bir savol bo'pti. Shamollaganda bir stakan sutga cho'chqa yog'ini aralashtirib ichsa harom hisoblanmaydimi? Bir odam maslahat bergandi. Kasal bo'lsa odam, ba'zi bir hayvonlar bor, go'shi davo beradigan bo'lsa, masalan ilon, kipratikon, tipratikon, qurbaqa, shu narsalar shifolik uchun bo'ladi. Ammo it bilan, ayniqsa cho'chqaniki hech qachon, agar shu o'lganni tiriltiradi desa ham haromni haromi. Endi bu cho'chqani hisori qora qo'chqonlar yo'q joyda e'zozlab yorishganda-ja. Qora qo'chqoni dumbasini stakan sutga solib iching, u ham qolishmaydi, u ham halol qora qo'chqori yog'ini dumbasi juda foyda. Agar shamollash kerak. Endi hali kitob yozganlarda unaqa qora qo'chqor qo'y yo'qda, Sibirlarda, Rossiyalarda yo'qda unaqa qo'y. Cho'chqasi bor ularni. Shuning uchun cho'chqasini maqtab, endi o'sha darrov o'pkaga, boshqaga o'pka kasalligiga xolesterini bor deydi, ba'zilar yemaydi dumba yog'ini. Eng oz xolesterin shu dumba yog'ida ekan o'zi. Qo'yni. Ani shifolik uchun uni qiling. Lekin aroqga va cho'chqa go'shtiga, it go'shtiga ruxsat yo'q shariatimizda. Ammo spirt, u spirt deb tayyorlangan. Aroq deb tayyorlanmagan. Spirt davolanish uchun tayyorlangan. Uni badaningizga surtib, shamollagan joylarni artib, uni ishlatsangiz bo'laveradi. Atir ham shunaqa. Endi ichsa, atir ham agar uni aroq deb ichsa aroq bo'lib qoladi. Spirtni ichimlik uchun nima qilib qolsa harom bo'ladi. Uni oyoqdagi zax olgan joylarni artish uchun, boshqa narsa uchun ishlatsangiz, shoma ukol
uni nimasi yo'q, unga shubha qilib nima bo'lib o'tirmang. O'sha joyga, vafot qilgan joyiga ko'miladi. Olib kelib o'tirishga hojati yo'q. Payg'ambarimiz ham o'sha vafot etgan joyga ko'milsin deganlar. Buni 4 kunlik yo'lga olib kelamiz, boshqa qilamiz. Endi tanani turpoqqa tezroq topshirib qo'ygan yaxshi. Bu yog'i ruhiga duo qilsangiz, Alloh o'zi ruhoniy hayotini Allohim yaxshi qilsin. Lekin u joyda emas. O'sha vafot etgan joyga ko'milaveradi. Savol bergan odamga aytayapman. Bittasi bir nimalar to'g'risida so'rabdi. Kinna va o'qitish haqida shariat nima deydi? Bor narsa. Bor narsa. O'qitish ham, kinna ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonasida bir sahobaga zo'r kiyim oldi. Kiyim oluvdi, boshqa sahobalar "Voy, yarashibdi, zo'r kiyim olsanmi?" dedi. Yiqilib masasi qochib qoldi. Ko'zinglar tegdi. Endi o'zinglar o'qinglar. O'zlari sahobalar o'quvdi, Fatihani, Ixlos bu yo'q silab nima qilishdi, yaxshi bo'lib qoldi. Yo'q narsa bu darajada dinimizga kirib ketmaydi. Bor. Har bir inson o'zi shu duoni o'qib nima qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bir xil odamning qo'li em bo'ladi. Endi buni bunday devorsak, ertagini o'zimizni kinna soladigan bo'lib qolsa, yana uyalib yuramiz. Bu bor. Yo'q dedi o'zi, endi nima keldingiz deb. Keyin haq olish to'g'risida ham bir hijrat paytida safarda bir ayolni bolasi betob bo'lib qoldi. Sahobalarning oldiga kelib, "Bolamni o'qib qo'ymaysizlarmi?" O'qib qo'yishdi. O'qigandan keyin hali xotin bir kichkina qo'yini so'ydirib, go'shini berdi ularga. Yeb qo'yishdi-yu, bu o'qiganimiz uchun berdi. Bu nima bo'ldi endi buni go'shi? deb shubhaga tushib qolishdi. Keyin Madinaga kelib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytganlarida, "Ha, o'sha go'shtdan menga ham olib kelmabsizlar-da" degan ekanlar. Demak, buni halolligi chiqadi. Iloho amin. Ko'p duo talablarimiz bor ekan, birodarimizning onalari betob ekan. Alloh darlariga shifo bersin. Ismoil hoji degan ukamizni ham Alloh dardiga shifo bersin, tan joni salomat bo'lsin. Yo'ldosh hoji birodarimizni ham Alloh kasb-koriga barakot bersin. Men bu yerda ko'p birodarlar duo talabda ekan, ko'pchilik duosi, jamoat duosi. Alloh o'zing mustajab ayla, barcha hojatini ravon qilgin. Barcha bemorlarning dardiga shifo bergin. Allohim rushdi hidoyatda qilgin, tan jonlarimizni salomat qilgin. Muhammad Qosim degan shogirdimiz bor. Allohim tan jonlarini salomat qilgin. Sal betoblar Alloh darlariga shifo berib, umrlari uzoq bo'lsin. Alloh ancha savdo qilgan odamlarni masjid ichiga kirgizdirib, erinmasdan ko'p katta hoji akamiz shu ishni qilarlar. Alloh ikki dunyolarni aziz mukarram qilib, tan jonlarini salomat qilsin.